Bugun Toshkent shahridagi eng yirik savdo majmualaridan biri bo'lgan O'rikzor bozori elektr energiyasiz qoldi. Buning asosiy sababi esa bozor faoliyatini vaqtincha to'xtatish haqidagi sud qarori. Ma'lum bo'lishicha, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan bu yerda tekshiruvlar o'tkazilgan va 46 ta kamchiliklar aniqlangan, ammo ularning asosiy 4 tasi hali ham to'liq bartaraf etilmagan. Ulardagi bir nechta aniqlangan yong'in xavfsizlik kamchiliklari bartaraf qilinmaganligi uchun va 2 marotaba sud ishi bo'lib, sud ishida bular apellyatsiyaga ham bergan va apellyatsiyada xulosa u elektr energiyasidan to'liq o'chirilib, barcha kamchiliklar bartaraf qilingunga qadar elektr energiyadan to'liq o'chiriladi. Bozor rahbariyati kamchiliklarni 15-oktyabrga qadar to'liq bartaraf etish majburiyatini olgan edi. Kamchiliklar bartaraf etilmaganligi sababli yuzlab tadbirkorlar elektr uzilishi tufayli faoliyatini to'xtatishga majbur. Bugun O'rikzor savdo kompleksi maishiy texnik xo'jalik mollari va kiyim-kechak bloklari elektr tarmoqdan o'chirilib, muhrlandi. Yong'inga qarshi kamchiliklarni bartaraf etishga va'da beramiz. Bundan oldin ogohlantirish berilgan, ogohlantirish o'z vaqtida ulgurmaganimiz sababi bitta kamchiligimiz qolgan. Shu kamchilikni bartaraf etamiz. Hozirda 46 ta kamchiliklardan 42 tasi bartaraf etilgan. Qolgan 4 tasi bo'yicha ishlar yakunlanmoqda. Ko'rib turganingizdek, savdo kompleksida elektr ta'minoti o'chirildi va bu tabiiyki tadbirkorlarda qiyinchiliklar va noroziliklarni keltirib chiqaradi. E'tirozimiz bor, klient qochyapti, o'zi suvda past. Endi bu yoqdan toklarni o'chirib qo'ydinglar. Ishlamayapmiz, qiynalyapmiz ishlashga. Hozir nima o'chganini biz bilmaymiz. Masalan, bironta o'g'irlikka kelsa ham, narsamiz olsa ham biz bilmay qolishimiz mumkin. Bu yoqdan kirishi bilan. Shunda o'chirilish haqida ogohlantirish berilgan? Aytilgan yo'q-da. Bizda kelajakdagi savdoyimizga ta'sir qiladi. Xaridorlarimizni planlariga ta'sir qiladi. O'z navbatda mo'ljallab kelgan ishlari qoniqtira olmaydi. Shunisidan biz ham zarar ko'ramiz. ishlarimiz ancha orqaga surilib ketadi. Bundan tashqari bugun nafaqat O'rikzor bozori, balki Yangiobod ixtisoslashtirilgan bozori va Mirobod bozorining yerto'la qismi ham butkul elektr ta'minotidan uzildi. Bunda ham xuddi shunday sud jarayoni bo'lgan. Sudda hal qiluvchi qarorida elektr ta'minotidan ish faoliyati vaqtincha to'xtatilish bo'yicha qaror xulosa qabul qilingan va hozirda undan ham elektr ta'minoti uzildi. Barcha aniqlangan kamchiliklar bartaraf qilinsa, bugungi bozorlarda bartaraf qilingandan so'ng elektr ta'minoti qayta tiklab beriladi. Sud qaroriga binoan O'rikzor bozori faoliyati xavfsizlik kamchiliklari to'liq bartaraf etilmaguncha cheklab turiladi. Ammo bu vaqt ichida yuzlab tadbirkorlarning faoliyati to'xtab qoladi. Endi hammasi mas'ullar va bozor rahbariyatining tezkor harakatiga bog'liq. Zarnigor Tolibova, Oxunjon Normurodov, Abdurahmon Zaripov, Ovozi informatsion dasturi uchun.